Bo'larkan, Yunusoboddan ham shunaqa uy qursa, narxi ham menimcha sizni aniq qiziqtira oladi. Hovlisi ham kengina, naveslar ham qilingan. Uyimizni ichiga kirishimiz bilan shunaqa chiroyli, keng yo'lak bizani kutib oladi. Bu tomonda uyimizni xo'l qismi joylashgan. Shundoqqina ro'parasida bo'lsa, xonadonimizni oshxonasi bo'ladi. Shu oshxonamizni tagida o'zini podvollari ham qilingan. Birinchi xonasi kattagina chiroyli remontlardan chiqazib qo'yilgan mehmonxona bo'ladi. Mehmonxonamiz orqali hovliga ham o'tishimiz mumkin. Ikkinchi xonasi kattalar uchun mo'ljallangan bitta yotoqxona. Shu yotoqxonamizning yonida birinchi qavat umumiy yuvinish xonasi joylashgan. Zo'r tomoni uyimizga 5 mahal azon ovozi eshitilib turadi. Zinalariga chiroyli qilib podsvetkalar qilib qo'yilgan. Ikkinchi qavatimizda yana 4 ta yotoqxona hamda bitta umumiy yuvinish xonasi bo'ladi. Uyimiz to'pli pol hamda radiator asosida isitiladi. Xonadonimizning maydoni 2,7 sotik, xonalarning soni 8 ta va alohida ikkinchi qavatimizda kladovka uchun bitta xona ham qilingan. Xonadonimizda sizga yoqdimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldirish esdan chiqmasin. Bu tomondan balkoniga ham chiqsanglar bo'ladi. Uyimiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Kommunikatsiya hamda dokumentlardan umuman muammo yo'q. Xonadonimizda Yunusobod tumani Hasanboy, elitniy mahalla, Tupik ko'chada joylashgan. Arinter Hasanboy masjidi narxiga arziydimi? Fikringizni izohlarda kutib qolamiz. Lokatsiya Telegram kanalimizda.